O'tgan qismda men kafedagi mahsulotlarni hamda qurol do'konidagi mahsulotlarni dastavka qilib berib, pul ishlashni boshladim. Endi esa bugungi qismda nima bo'lishini birgalikda kuzatamiz. Voy, negadir o'xshamayapti, yaramas. Allo, eshitaman. Alo, yaxshimisiz, tuzumsiz? Bizga короче cheeseburger bilan hot doglar kerak. 20 ta cheeseburger va 30 ta hot dog. Bo'pti, yetkazib beraman hozir. Tak, bizga yangi dastavka tushdi. Endi bu dastavkani yetkazib berishim kerak, lekin nimagadir bobom yo'q. Tushunmayapman bobomning bir kundan beri qilayotgan ishlariga, to'g'risini aytsam. Va uyida nimagadir bo'lmayaptilar, qayerlargadir ketyaptilar va kimlar bilandir telefonda gaplashyaptilar va bu menga yoqmayapti va qanaqadir xullas noaniq tuyulyapti menga nima ish qilayotganlari va bunga bilmadim, qiziqmay qo'ya qolganim ma'qul deb o'ylab qoldim. Mayli, o'ylab o'tirmayman. Yaxshisi o'zimni qiladigan ishlarim bor, o'sha ishlarim bilan mashg'ul bo'lganim ma'qul. Hozir esa kafedan borib, kerak bo'ladigan narsalarni, ya'ni o'sha dastavkaga yetib berishim kerak bo'lgan narsalarni olaman. Stop. Bu bobommi? O'tdi, qayerga ketyapti? Bobom tushunmadim. Hozir bobom uyda yo'q edi, demak, qayergadir ketmoqchi bo'lgan ekanda bobom. Bobom yo'qolib qoldimi? Tushunmadim. 1 minutga qayerga yo'q bo'lib qolishi mumkin? Hali ko'zim uzilmagandi deyarli bobomdan, lekin yo'q bo'lib qoldilar. Tushunmayman. Bilmayman xullas bobom qayerga yo'q bo'lganlarini. Ishim ham yo'q bobom bilan. Chunki bobom yoshi ancha yetib qolgan va nima qilishni o'zlari bilsalar kerak. Ancha bilimga ega va aqli ishlaydi degan umiddaman bobomni. Shu uchun endilikda o'zimning ishlarim bilan mashg'ul bo'la qolay. Xo'p, birinchi o'rinda kafega borishim kerak va u yerdan kafedan demak nimani olishim kerak, ya'ni dastavka etish kerak bo'lgan narsalarni va ana u bolaga aytsam, o'zi hamma narsani topib beradi, ya'ni ishchi bolaga. Esinglarda bo'lsa, u bolaga mashina sovg'a qilgandim va u mashina bilan u juda ham hamma ishni bajarib qo'yayapti. Deyarli hamma ishni bajaryapti. Jigarlar, kanallarimni sotib, sizlarni ham joninglarga tegib ketganim aniq. Endilikda eng asosiy bo'lgan, hech qachon sotilmaydigan va doim eng zo'r videolar chiqadigan asosiy kanalimni ochdim. Ushbu kanalga kommentariy va opsiyadagi linklar orqali o'tasizlar. Ushbu kanalda 1000 ta obunachi to'plasak, men sizlarning e'tiboringizga ajoyib yangi serialni namoyish etaman. Tezda o'tib obuna bo'lib qo'ying va Johauzni kuzatishda davom eting. Bundan-da zo'r seriallar hali oldinda. Va yangi ishlar buyursam, ularni ham qiladi degan umiddaman va qalaysan, yigitcha, yaxshimisan? Mana hozir, mana. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Boshliq, yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Xullas 20 ta hot dog bilan 30 ta cheeseburger ber yoki aksinchami. Xullas borini bergin. Hozir dastavka tushgan, o'sha dastavkaga yetib berishim kerak. Adashmasam, 30 ta, to'g'ri, 30 ta cheeseburger va 30 ta 20 ta cheeseburger va 30 ta hot dog degandi. Pulini o'zim olaman, bilasan-ku, doim pulini o'zim olganman, har doim ham. Bo'pti, yaxshi ishlagan. Mayli, yaxshi ishlayman, siz ham yaxshi ishlang. Bo'pti, mayli. Xo'sh, endi dastavkani yetkazib berish kerak. Albatta menga lokatsiya tashlagan bo'lsa kerak. O'sha lokatsiyani ko'rib turib, lokatsiyaga yetkazib berishim kerak. Lokatsiya bo'yicha bo'ldi. Lokatsiya bo'yicha qanaydir zavodmi, qanaqadir bino tasvirlangan ekan, o'sha binoga yetkazib berishim kerak. Xo'sh, bu narsalarni joylab qo'yaman albatta. Yaqin joyga joylab borishing shartmi degan savol tug'ilishi mumkin sizlarga. Va inventaringda joy ko'p-ku desanglar, endi dastavka degan nomi bor, o'shaning uchun joylab boryapman. Va dastavkamizning sifati hamda yetkazib berish tezligimizni kommentariyga baho berib ketishingizni so'rab qolaman. Har bir demak buyurtmalarni o'z egalariga tez yetkazib beryapman va sifat juda ham yuqori bo'layapti. Mashinani bunaqangi tor ko'chalardan burish biroz qiyin bo'lyapti. Xullas, yetkazib berganimdan so'ng albatta pulini ham olaman va juda ham ko'p savdo bo'ldi bizda va juda ham yaxshi daromad olyapmiz. Bu yerdan o'ng tomonga burilish kerak ekan albatta, hamda to'g'ridan mana shu yerga to'xtayman. Xo'p, mana shu joy ko'rsatilgan ekan, mana shu yerga asta qo'yamiz va buyurtma berilgan nomerga telefon qilishim kerak. Xo'p, nomerni terishdan oldin men datchikni o'chirib qo'yishim kerak, chunki yoqmayapti mana shu datchik menga. Umuman ham mashinamni datchik olib tashlayman. Alo, eshitaman. qayerga yetkazib berish kerak? Mashina sizmi, oq mashina? Man. O'ng tomondagi binoga olib kiring, zavod bor bu yerda. Arendaga beradigan mashinalar zavodi bor. Bo'pti, o'zi olib kiraman. Lekin bu bino meni ko'zimga qandaydir issiq ko'rinyapti. Bu yerga lekin oldin kelganimni to'g'risini aytsam eslay olmayapman. Lekin ko'zimga issiq ko'rinyapti to'g'risini aytsam. Xo'sh, bu yerdan bu narsalarni albatta olib olaman. Xo'p, endi esa ichkariga kiritib berishim kerak mana bu binoning ichiga.
Lekin rostdan ham qanaqadir ko'zimga issiq ko'rinyapti bu bino. Lekin oldin kelganman bilmadim, u вообще dahshat avtobuslar bor ekan, arendaga berishsa kerak bular albatta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz dastlabchimisiz? Siz Jo'xamsiz? Men Jo'xaman. Bu yerni eslayapsizmi? Bu yerga oldin kelgansiz siz. Yo'q, to'g'risini aytsam eslamayapman. Mana bu dastavkangiz. Puli esa 25 ming dollar bo'ladi. Rostdan eslamayapsizmi? Mana pulingiz. Yaxshilab eslab ko'ring, lekin bu yerga avval kelgansiz siz. Yo'q, to'g'risi umuman eslay olmayapman. Lekin siz ham qanaqadir ko'zimga issiq ko'rinyapsiz-ku, lekin to'g'risi eslay olmadim. Mayli, eslasam yana esimga tushsa, balki eslab qolarman. Xullas bo'pti. Mayli bo'pti. Lekin rostdan ham stop. Siz ismingiz mabodo Frekli emasmi? Shunaqa, ismim Frekli. Qayerdan bildingiz? Bilmadim, o'zim ham tushunmayapman. Mayli. Qanday rostdan bu yerga men avval kelganmanmi? Odamni qayerdan taniyman, to'g'risi o'zim ham bilmayapman. Balki oldin qachonlardir mashina arendaga olishga kelgandirman va esimdan chiqib ketgan bo'lsa kerak. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham muhim pulimni berdi. Endi bu pullarni hamyonga solib qo'yadigan bo'lsam, 81 ming dollar уже 4 ta 5 ta mashinani puliga yaqinlashib qoldi. 5 ta bo'lish uchun 100 ming bo'lish kerak va kun kech bo'lib ketdi. Lekin qurol do'kondan qurol olib borishim kerak edi, lekin uyga borib avval dam olib kelishim kerak. Ertalab bo'lishi kerak. Damni olamanda, keyin qurol do'konga borib qurollarni olib, xullas ana sotuvchi yigitchaga berib kelishim kerak. Wow, mana uyda qaranglar dahshatligi. Lekin bu uyga ham qachondir kelgandayman-da, lekin endi to'g'risini aytsam eslay olmayapman. Bilmadim, bu qanaqadir g'alati holatlar bo'lyapti. Mayli, qizig'i yo'q. Bu qanaqa mashina? Bu yerga qanaqa mashina? Nima bunday g'alati voqealar bo'lyapti? O'zim ham tushunmayapman, to'g'risini aytsam. Mayli, uyqusirayapman. Yaxshisi borib uxlab damni olganim ma'qul. Menimcha juda ham charchabman. Yaxshisi uyga boray. Xo'sh, uyga ham yetib keldim. Endi mashinamni albatta shu yerga qoldirib ketaman. Ertalab qurol do'konga borishim kerak. Menga shu tomon yaqin bo'ladi agar shu yerda qoldirib ketadigan bo'lsam. Endi esa uyga chiqib albatta damimni olaman. Ertalab turgach esa boshqa ishlarni ham ko'raveraman. Eshik olib ketaman albatta. Eshik olmasa bo'lmaydi va bobom doimgidek yo'q. Bilmayman qayerga ketgan. Balki xonasida uxlayotgandir, lekin bildirmasdan kelmoqchi edim, ammo xonasida ham yo'q. Bilmayman, xullas bobom qayergadir yo'q bo'lib qolyapti o'ra-o'rada. Kechasi ham uyga kelmayapti hattoki. Balki qariyalar uyida qanaqangidir do'st topib olgandir yoki boshqa masala bo'lgandir. Xullas uxlab olay, boshqasi bekor. Voy. O'sha ertalab bo'lib ketdi-yu, men kech qolib ketaman bu sozda ishimdan. Yaxshisi tezroq borib ishni qilish kerak va bobom doimgidek yana yo'q. Bilmayman bobom qayerda. Ish qilib o'lib qolmagan bo'lsa bo'ldi. Qari odam bilasizlar, endi bir oyog'i qabrda, bir oyog'i uyda bo'lib turibdi. O'shaning uchun bilmadim yana ham. Shu uchun mayli bobomga ishlama demayman. Mashinani eshigi nimagadir qiyin ochildi, tushunmadim. Mayli, endi esa qurol do'konga borib, qurollarni sotib olib kelib, o'zimizni qurol do'konida sotishimiz kerak. Undan oldin esa albatta qurollarni olib kelish kerak. Olib kelgandan so'ng esa ularga narx belgilaymiz, ya'ni qimmatroq narx belgilash kerak. Arzon narxda sotadigan bo'lsa bizga hech qanaqangi daromad qolmaydi. Chap tomonga o'taman va o'ng tomonga burilaman. Xo'sh, bo'ldi. Endi mana shu ko'chadan kirib borib o'ng tomonga buriladigan bo'lsam, qurol do'koni mana shu atrofda edi. Mana o'ng tomonda qurol sotadigan do'kon bor. Mana shu yerdan qurollarni sotib olaman hamda o'zimizning qurol do'konimizga olib boraman-da, qimmatroq narxda sotaman. Bu yer optim do'kon bo'lgani uchun ham arzonroqdan olib, qimmatroqdan sotamiz. Xo'sh, egasi albatta do'konning o'zida bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Qarab olasizmi, brat? Va alaykum assalom. Nima gap? Keling, xohlaganingizcha qurol olishingiz mumkin. Marhamat, sandiqdan oling, keyin albatta doimgidek to'lovni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda o'z doim shunaqa. Avval qurollar olinadi, keyin esa to'lov amalga oshiriladi. Demak, mana shu qurollarni olib olaman, lekin mana bu pistoletga o'q-dori bormi ekan? Menimcha bu pistoletga o'q-dori yo'q va mana bu pistolet olmas ekanman. Pistolet o'rniga boshqa qurollarni olaman. Buni pistol rounds degan o'q-dori bundan olamiz. SMG magazin bor ekan, bundan bor. Xo'sh, va mana bu sniperni rifledan olamiz va bunisidan ham olamiz. Tak bo'ldi, mana hammasidan oldim.
Xo'sh, bo'ldi, oladiganimni oldim. Brat, bu narsalarni narxi qancha bo'ladi? $1200 bo'ladi 3 ta qurol va 3 ta qurol uchun o'q-dorilar. Doim o'zi shu narxda sotaman sizga bratan. Bo'ldi, esimdan chiqdi, uzr. Xo'sh, $1200 bo'lsa, $1200 olamiz hozir. Mana $1200 bo'ldi. Xo'sh, endi buni berib surib yuboraman bu yerdan. Mana bratan, sizga $1200. Sog' bo'ling, yana kelaman, xo'p. Bo'pti. Xullas, yetarlicha qurol oldim. Endi bu qurollarni yetishim kerak. Bu qurollarni yetgandan so'ng ana yigitcha albatta savdoni do'ndirib qilib tashlaydi hammasini. Xo'sh, bu qurollarni ham doimgidek mashinaga joylashtirib olaman. Qo'limda yetsam ham bo'lardi. Inventarda bo'sh joy ko'p edi, lekin mashinada bo'lgani yaxshi. Chunki har ehtimolga qarshi xavfsizlik doirasidan ham desak ham bo'ladi. Xullas, mashinada bo'lgani yaxshi. Xo'sh, mana shu tomonga haydayman. Bu binoni kim stop. Kim edi? Stop, bobomga o'xshatdimmi? Kim edi u? Stop, menimcha o'xshatdim, uni qaytib ko'rishim kerak. Lekin bobomga o'xshatdim, rostini aytsam. Yo'q, rostdan ham bobom-ku. Nima? Bobom bu yerda nima qilyapti? Stop, mashinani mana shu yerga to'xtataman. Hozir tushib bobomni ko'raman, lekin rostdan bobom. What? Bu yerda turgandi hozir. Bobom bilan kimdir turgandi, lekin qayoqqa yo'q bo'ldi? Tushunmadim. Yo, men adashmayapman. Aniq bobomni ko'rdim. Yaramas. Bobom bu yerda nima qilyapti? Tushunmadim. Yaxshi, uyga bora qolay. Bobom balki uydadir, uyda bo'lsalar so'rab olaman nima ish qilganini.